Shoshmasdan kelavering. Onamni berib qo'ydi o'zi. Bo'pti ona, men ketdim. Bolam, o'zingni ehtiyot qilgin, xommi? O'ynagani ketmayman, o'qigani ketyapman-ku. Ne bunaqa qayg'uraverasiz? Necha yosh bo'lsang ham men uchun bolasan. Mana pulni o'zing bilan olgin. Men har oy senga pul chiqarib turaman. Xo'p ona, yaxshi o'tiringlar, xo'p. Iloho, men qayerda bo'lsang ham boshing omon bo'lsin, yo'llaring bexatar bo'lsin, bolam. Ona, turishga qiynalyapsiz. Sizga hassa olib keldim. Voy, akang berib yubordimi? Qara, o'zi shaharda bo'lsa ham meni o'ylaydi-da. Akam berib yubordilar, ona. Ona charchamayapsizmi? Men ro'molni sizga olib keldim. Voy, baraka top bolam. Akang berib yubordimi deyman? Ha, akam berib yubordilar. Sizga berib qo'yishimni tayinladilar. Ertaga restoranda sizni bir ayol kutadi. Chiroyli qilib kiyintirib qo'ydi. Qanaqa ayol tutmadim. Kimligini so'ramaysizmi? O'ynash qayerdan bilib qoldingina bu? Bu sizni onangiz. Shuncha vaqt o'tib ketibdi-yu, onam esdan chiqarib qo'ying. Mani o'g'lim katta odam. Mana shu narsalarni hammasini o'g'lim jo'natgan. Baraka topsin. Har hafta narsa jo'natadi o'g'lim menga. Bizani ham farzandlarimiz sizni farzandingizga o'xshab yursin, Hojona. Onamni qarab kam. 10 yildan beri bir marta bo'lsa ham xabar olmaganman, lekin qo'shnilarga maqtanishlarni qara. O'g'lim buni qilib berdi, o'g'lim uni qilib berdi deb. Bechora onam. To'xta. Sen o'tirib, men o'zim tushaman onam oldilariga. Assalomu alaykum onajon. Onajon, meni kechiring. 10 yil sizni kuttirdim-a? Voy bolam. Unaqa qilmagin bolam. Bolam onasini sog'inibdi-da. Turib. Onajon, yuring, men sizni joyga olib boraman. Maza qilib ona bola gaplashib o'tiramiz. Qarang, onamlar uchun eng zo'r go'shtli taomlaringizdan, keyin yaxshi salatlaringizdan olib kelib bering, maylimi? Xo'p bo'ladi. To'xtang qizim. Bolam, men unaqa ovqatlar yeyolmayman. Nega ona unaqa ovqat yeyolmaysiz? Bolam, tishlarim yo'q. Qizim, yarim kosa sho'rva bilan bir-birdan non olib kelib bering. Ko'ktirib yeyman. Sizlarda blender bormi? Bor. Unda onamga eng yaxshi ovqatlaringizdan blenderdan chiqarib, cho'tki qilib olib kelib bering. Xo'p bo'ladi. Onajon, sizga ma'qul keldimi? Yoqdimi ovqatlari? Rahmat bolam. Biringga ming bersin Alloh. Nima ekan, doktor? Bu bir haftasiz bo'lmaydi. Menga bugunni o'zida bo'lishi kerak. Yo'q, ilojisi yo'q. Nimaga iloji yo'q? Men taniysizmi, o'zi kimligini bilasizmi? Mana ko'ring. Qolipiga vaqt ketib qoladi aka. Sizni hurmatingiz mayli, ertaga asrgacha bitkazib beramiz. Oke, bu 16 Pro Max eng oxiri chiqqan mashina. Shunga sim karta taqib turib, onamlar uchun VIP qilib bering. Xo'p, bolalarga oziq beramiz. Sizga yoqdimi onajon? Yo'qdi menga bolam. Bolam, kech bo'lib qopti. Bugun qola qol. Onajon, meni ishlarim bor. Xudo xolasa, keyingi shanba kuni siz bilan yana uchrashamiz. O'zingizni ehtiyot qiling, xo'p? Tabiiy onajon. Bolam, seni qiynab qo'ymadimmi? Tishlarimni qo'yib berishdi. Ko'p pulga tushirib yubordim seni ham bolam. Ha, ukam tinchlikmi? Ertaga boraman-ku o'zim. Aka, tezroq kelmasangiz bo'lmaydi shekilli, onam ahvoli sal og'irlashdi. Sizni so'rayotibdilar. Hozir boraman, ukam. Ukam tez bosdi, onam mazalari yo'q ekan. Bo'la qol tez. Hop, xo'jayin, hop. Ha, ukam, onam yaxshimilar? Aka, shoshmasdan kelavering, onam berdi. Aka, bandali ekan. Alloh o'zi sabr bersin. Aka, onam menni xatsiz tashlab ketuvdilar. O'g'lim, men dunyoda bitta ayol qanday baxtga yetgan bo'lsa, men yetdim. Men sizlarga ham ota bo'ldim, ham ona bo'ldim. O'zim qiynalsam, farzandlarim qiynalmasin deb o'qitdim. Men oxirgi damda onalik baxtida vafot etganman. Men sendan ming roziman, bolam. Tinchlikmi aka? Doktor, xotinim yaxshimi? Kelin orttirilgan immunitet tanqisligi, ya'ni oitis kasalligiga chalinibdi. Oyijon, men sizga bitta narsani aytmasam bo'lmaydi. O'g'lingiz menga xiyonat qilyaptilar. Telefonlarda har xil ayollar bilan SMSlashib yuribdilar. Men boshqa chidolmayman. Siz vahima qilmang. Hali o'g'lim kelsin, o'zim gaplashib qo'yaman. Jonim, men uydan chiqib olay o'zim. O, menga qaragi. Ha, oyi.
Guldek xotining turib, ko'chadagi qirchang qizlarni jonim deyishga uyalmaysanmi? Oyi, bilib bilmasdan har narsani gapiraverma. Menga qara. Bir kishi pul topib bosar tusaring bilmay qolib oyimga nima bunaqa doshing ko'tarib gapirasiz? To'g'risida aka, hammanglar meni hayotimga aralashasizlar. Plos. Anti ko'chadagi fohishalar bilan yurgandan ko'ra, ozgina bo'lsa ham ayolingga vaqt ajratsang bo'lmaydimi? Xotin meniki. Xohlaganimcha yashayman. Yana bir marta qo'l ko'taradigan bo'lsangiz, akaligizga ham qarab o'tirmayman. Bo'pti jonim, yaxshi o'tir. To'xtang, jon, bugun qolsangiz bo'lardi. Bugun qololmayman. Keyingi safar kelaman, mazza qilib o'tiramiz. Yaxshi o'tir. Nima qilsam o'tdi? Alaykum assalom. Ish bilan keluvdim men. Assalomu alaykum. Bo'pti, tezroq uyga bor. Yurma ko'chada. Bo'pti. Kim bu? Ukangmi? Ukam o'rtoq. Shu kunlarda ukangni ko'p ko'raman o'rtoq. Mana 3-etajda bitta fohisha turadi. Shuni olib postoyanni kelib ketaveradi. Kasal yuqtira olmasin deyapman deb yaqinim bo'lganing uchun aytyapman. Oyijon, mazam bo'lmayapti. Voy kelin, nima bo'lyapti? Turing o'rningizdan. Ravshan, tez yordam chaqirgin, bunga nima bo'lyapti? Voy bolam, qo'rqitmang. Bolam, qo'rqitmang. Qanaqasiga? Bizning oilamizda bunaqa kasalliklar yo'q, o'rtoq. Kelin qon topshirgan. Ukang ham bir qon topshirib ko'rsa bo'lar ekan. Dorilarni olib kelib bera qolay, o'rtoq. Yo'q. Bo'lishi mumkin emas. Qanaqasiga? Qanaqasiga bo'lishi mumkin emas? Marras. Menda nima? Fohishalarga yurganingdan keyin bo'ladi-da. Zebo, yuragim siqilib ketyapti. Nima qilishimni bilmayapman. Hammasiga men aybdorman. Shu kasallikni senga olib kelib, men yuqtirdim. Kechir, iltimos meni, kechir. Qanaqa kasallik? O'zingizni bosib oling. Siz yaqinda ota bo'lasiz. Men hech qanaqa kasal emasman. Nima deganing bu? Rostdan ota bo'lamanmi? Sen kasal emassan-a? To'g'risini ayt. Kasal emasmisan? Yo'q. Chiq o'tir. Aka, nega uni qish qildingiz? Nima bo'pti, o'rtoq? Gapirsang-chi. Suyunchi ber. Kelin homilador ekan. Suyunchi sandan aylansin, o'rtoq. Sen bilan bitta ish qilamiz. Faqat yo'q demaysan. Mayli. Oila muqaddas ukam. Haromga yuradigan bo'lsang, halolingdan ayrilib qolishing mumkin. Ayol kishini asrab avaylash kerak. Shu narsani esingdan chiqazmang. Ketdi yur. Aka, uyga kirsangiz bo'lardi. Boshqa safar singlim, men buni olib qo'ygan. Jallaga olib keldim. Voy, nima qilardi, zavr. Kuyov gaplashamiz. O'tirsangiz bo'lardi? Boshqa safar. Bo'pti. Sog' bo'ling. Akang rosa mehribon-da. Ovora bo'lib narsa ko'tarib kelganda qara. Gapirmang. Shuncha narsa olib kelibdilar. Ha, bo'pti. Singlim, yaxshimisan? Voy aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ustingga kiyorsang bo'lmaydimi? Kunni qara sovuqligini. Shu taraflarga yo'lim tushdi. Bir seni ko'rib ketay deyotgandim. Bilasan, seni ko'rsam onamni ko'rgandek bo'laman. Menga qara. Hop. Men pul olganda. Voy aka, kerak emas. Kamchiligingni ishlatasan. Ma, ol. Rahmat. Bo'pti, kuyovga salom aytib qo'y, Rahmat aka. Kirsangiz bo'lardi. Boshqa safar. Qara, qayni? Ha? Qiynalib qoldingmi sen? Nima ham naqa do'stsan? Qayni akang kelib bir xotiningga pul berib ketadi, bir uyga ro'zg'or qilib ketadi nimadirlar. Qiynalayotgan bo'lsang aytgin, mahalla ko'y bilan pul yig'amiz-da, bir yordam qilaveramiz. Yetarsa? Nodi! Labiyada tinchlikmi? Nima? Bu kamchiliging bormi? Yo'q. Nima akang har hafta kelib narsa tashlab ketaveradi? Nima men bechara deb o'ylaydimi yo kambag'al deb o'ylaydimi? Akangga aytib qo'ygin, narsa ko'tarib kelavermasin. Mahalladaglar hammasi ustimdan kulyapti. Iloji bo'lsa umuman kelmasin. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Singlim yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Bu singlingiz nimadir kamchiligim bor deb aytayaptimi sizga? Yo'q. Tinchlikmi? Nima bunaqa deyapsiz? Nimaga unda narsa ko'tarib kelasiz? Bir pul berib ketasiz. Yo men yetimmanmi? Yo kambag'al deb o'ylaysizmi? Aka, singlingiz kerak bo'lsa olib keting bemalol. Men bor uzr-ku. Sizlarning halovatinglarni buzaman deb o'ylamadim. Singlim onamdan qolgan yolg'iz yodgorim bo'ladi. Singlimni ko'rsam, onamni ko'rgandek bo'laman. Noto'g'ri tushunmaysiz. Yaxshi ko'rganimdan kelib bitta singlimni hol-ahvol so'rab ketaman. Endi bizga shunaqa tarbiya berishganda, borib seningdan xabar olgan, ko'rib turgandim. O'shanga xafa bo'lmaysiz. Mashina singlimga berib qo'ysiz. Men bor uzr. Tashagan polis kartiga tushibdi, aka. Xizmatlar bo'lsa bemalol ayturasiz. Rahmat. Xo'jayin, bitta savolim bor edi-da. Mish qilsangiz ham hammasi unib ketaveradi. Buni siri nimada? Kim? Mani aka, oching. Kiring ichkariga. Bunaqa qilmay, akamga. O'tiring, hadi.
ichmang deyapman sizga. Faqat ichib odamni sharmanda qilib hamma yoqda. Nima bo'ldi? Mahallani boshida kelyapman aka. Aruda yotibdilar-da. Yana Sardor deb baqiryaptilar. O'rtoqlarimni oldicha odam sharmanda bo'lib ketdi-yu. Bularni yo qariyalar uyga tiqaylik yoki больницаga olib borib bu narsa qilaylik yoki qachongacha bunaqa yuramiz? Bosh ko'tara olmayapti odam ko'chada. Bizani dunyoga kelishimizga sababchi bo'lgan insondan uyaladigan bo'lib qoldim ukam. Kerak emas aka menga bunaqa. Maras! Nima meni ururasiz? Yo'qol xonangga. O'yis qarang unda. Ada, men o'qigan kitobda ota-onaga oq bo'lishlik insonni xorlikka olib keladi deyilgan. Men sizni roziligingiz uchun hamma narsaga tayyorman. Ada, ko'nglingiz nimani tusyapti? Xohlaysizmi? Eng qimmat arolni olib beraman sizga. Siz nimani xohlasangiz shuni olib beraman. Faqat iltimos ada, ko'chaga chiqib ichmang. Ukam, rizq shunaqa keng olinganda, sen ketur, men shu yerda qolaman. Xo'p bo'ladi. Ha, biz shunaqa bolalarni bilamizki, otasi o'lim to'shigini ustida yotganda uni ko'rgani tabiblar kelgan, doktorlar kelgan, aniq diagnostikani qo'yishgan. Uka, otangiz yoki 10 kun yoki 15 kun muddati qoldi, harakatingizni qilib qo'yavering deganda, o'g'il otani oldiga kirsa, otasi o'g'liga qarab, bolam, falon joyda bir tabib bor ekan, birov borib kelmaysizmi desa, otasini o'lishini biladi. Lekin shu holatda ham mendan norozi bo'lib qolmasin, noumid bo'lib ketib qolmasin deb tabibga olib borib, qaytib kelayotganda qo'lida jon bergan otalarni ko'rdik. Shu bolalarning orqasidan hozir dunyo qo'ylab yuribdi.